Nike Mind 001 o'sha olov qizil rasvetkasi, marhamat, bugun qo'limizda obzorda va nima deyishim mumkin bu oyoq kiyim haqida? Menimcha gapirilmagan gap qolmadi, lekin aytilmagan bitta narsa, ma'lumot. Bu oyoq kiyimimizdan Turkiyaga ketyapti, Istanbulga, ya'ni Abbosbek Fayzullayevga. Mana safga qaytgan Abbos Fayzullayevdan gol. Shedevr gol. Uni ko'rib qo'yish kerak do'stlar, uni ko'rib qo'yish kerak. Juda zo'r, juda zo'r. Xuddi shunaqa professional sportsmenlar bo'lsa, tavsiya qilamiz, trenirovkadan oldin, futboldan oldin yoki mashg'ulotdan oldin yoki musobaqadan oldin kiyishi va undan keyin kiyishi. Buni biz emas, Nike tavsiya qilyapti va biz ham shu fikrga qo'shilamiz. Obzorlarda aytdim nimaga bunaqaligini va buni ham o'sha bosib ko'rsataman. Knopkasini, ya'ni massaj qiladigan qilib ishlab chiqarilgan rasvetka, nima deydi, prezentatsiya rasvetkalaridan biri, o'sha 3 ta rasvetkadan biri va hozirgi kunda o'sha bir, menimcha 20 ga yaqinlashib qoldi taxminiy rasvetkalari va zakaz qilishingiz mumkin. Hozir sal qimmatroq, bilasizlar, bu narx haqida ham hamma narsasi haqida gaplashib bo'ldi. Shunga qaramasdan eslatib o'taman, $200 boshlanyapti hozir qo'ldagi narxi. 400-500 larga ham sotilyapti va erkin sotuvda 1-2 oylarda xudo xolisa sotuvga chiqish kerak. O'shanda o'sha o'zini original narxi $100 atrofida ham xarid qilsalar bo'ladi. Eksklyuziv bizada tavsiya qilaman.